bilan o'rtoqlashamiz. 80 yıllarning oxirlarida tug'ilgan bu yosh bo'lsa, o'zining chidamchanligi va o'zgacha ideyasi bilan o'z qimmatini yoritayotgan umidlik loyihalaguvchi Dilshod To'xti. U Osiyo loyihalaguvchilar jamiyatining tavsiyalik a'zosi, Jungo loyihalaguvchilar jamiyatining a'zosi. Loyihalagan asarlardan Veyi Xo'jidori marka loyihasi, Ayinna marka loyihasi, Jin-o mablag'chiligi marka loyihasi ayrim holda mamlakat bo'yicha kumush medal va 2 mis medalga erishgan. 2014-2015 yillik Jungo marka loyihalar to'plami kumush medalga erishgan. Hamda bu to'plamni Jungo davlatlik kutubxonasi, Chunqa universiteti kutubxonasi qatorli 30 dan ortiq dangliq kutubxonalar yig'ib saqlagan. Bugungi bizniki mehmonimiz bo'lsa, ya'ni yoshlarımızın ichida shu marka loyihalash sohasida tirishchanlik ko'rsatib, o'ziniki istiqbolini izlayotgan yosh. U bo'lsa-mu yosh loyihalaguvchi Dilshod To'xti. Qani seni marhamat. Ben doim yoshlar bilan paranglashni yaxshi ko'raman. Dilshod inimiz shu o'zini ait yosh hayati kuchi urg'ib turgan vaqtlar. Dilshod, siz aslida nima ish qilasiz? Şu markalaylash, oral muqablaylash, korxona obrazlaylash muşlar. Bu xizmat bek tasmi? Bek tas desam bo'ldi. Adamni qoyil qilmoq bek tas. Nima uchun qoyil qilish tas? Chunki masalan men sizga bir rasmni chizdirsam, desam, masalan kunni chizdirsam, har xil kunlar bo'ldi. Men sizniki ideyangizni bilmayman, siz mening ideyalarni bilmaysiz. Men sizga narsam ikkimizniki o'rtaq bir narsa bo'lish kerak. Shuni bu o'rtaq narsani izlamak bek tas. Shuni qaragan chog'da siz meni, men sizni menga tushunmaydigan o'xshaymiz, ha? Tushunamiz bir kuni. Tushunamdiq? Tushunish uchun tirishimiz, shundami? Tushunish uchun tirishish sizning xizmatingizning nishoni. Shuni desak bo'ladimi? Bir qismi. Bir qismi. Avval tushunma shu. Avval tushunsiz. Ben doim bir narsani his qilaman. Biz o'qish bitigan vaqtlarda ancha qiyinchilik yo'qdi. Ya'ni biz oliy maktabni kirsakla ishimiz hal bo'ladi. Chunki bizga xizmat tayyordi, ha? To'g'ri. Hozir meningcha unda ish yo'q. Oliy maktabga kirishning o'zi, ya'ni o'zining taqdiri haqida o'ylashning boshlanish nuqtasi. Burun bizniki meniki dadam, meniki opam xizmatga erishgan chog'da shu maktabni o'qib bo'lgan chog'da erisha oladi. Hamda hozirgi bizniki meninglar tang bolalar maktabni o'qib bir xizmatga erish tas. Uning kirma deb imtihon berdi, o'qildi, oxiri ba'zanlar kirdi, ba'zanlar kiramay qolib qoldi. O'zini yo'qitib qo'ydi, mendan qilsam bo'ladi deb. Ammo o'zining qizg'angan narsani tashlab qo'ydi asalda. Masalan, meniki necha ag'ina muzika bak amroq, uning bak amroq to'y qilib bo'lib jiq ishlarini tashlayapti. Meniki shu sahada o'qigan jiq aqllarim bor. Ani pulni haqqa agishib, masalan, pul topman deb uni kesib tashlab qo'yganlar jiq. Ya'ni yoshlarning eng zo'r qiyinchiligi yaxshi ko'radigan narsani qilolmay xizmat qilish, ha? To'g'ri. Ya'ni jon beqish uchun old bilan tirishchilik ko'rsatish. To'g'ri. Bu meningcha insoniyatga mangulik ziyat bo'lishi mumkin. Xo'sh, amsa siz bugun yoshlarga vakolatan ikki qiz gap qilmoqchi, ha? Siz bir maydon so'zlaysiz. Ya'ni izlanish ro'yi. Izlanish ro'yi. Chunki shu topda o'tag'anlarning hammaylinin, ha? İzlanish bosqichida turayotgan bolalar. Kelgusida o'zining 20 yildan keyingi taqdirini qanday bo'lganligi haqida o'ylanayotgan bolalar. Shunga yoshlarga nisbatan izlanish haqidagi fikr va hissiyotlarni o'rtoqlash intoyin muhim, ha? Xo'sh, andaqda izlanish haqida bir so'zlab boqamsiz? Ma'qul. Burun boshlang'ich maktabda o'qiyotgan chog'imda bir hikoya menga ta'sir qilgandi, bir taychoqning hikoyasi. Bir taychoq bir daryodan o'tmoqchi bo'lib, ikki hayvondan so'rabdi, bir sochqondan so'rabdi. Bu daryo qanchalik cho'ngdi deb. Andan bu sochqon javob berdi-da, 3 kun suzsam o'tamayman debdi. Mushunchalik cho'ng ekanda debdi. Andan bu pildan so'rabdi. Pildan so'rasa, tirnoqchilikmi yo'q, nima qilsa, xotirjam bo'l ag'inam deb so'zabdi.
Andan keyin bu taychoq ikkilanib opsida so'rabdi. Apa bu daryo qanchalik cho'nglikda deb. Apsi munda debdi. Balam bu bilgin bo'lsa o'zing o't debdi. Andan keyin bu taychoq apsining gapini anglab o'zi o'tibdi, bu shu tizig'li getir ekan. Ham demakchi o'g'lim bizniki hayotimiz shu taychoqdek. Nima desangiz u yo'lni o'zingiz bossiz. Ham bu dunyoda hamma odam o'zining ideyasini haqiqatan itirib bermoqchi qashna bir xumori bor. Masalan, men o'zimning ideyasini haqiqatan itirib bergan bor. Masalan, chiniqish maydoni bo'lsak, u mundaq mashq qilsa, dash, undaq qilsa, mundaq qilsam muskul chiqdi deydi. Meniki tuqqanlarim mundaq qizonlar olsam baxtli bo'lsa, undaq qizonlar yurma deydi. Mening ota-onam bo'lsa, bunda xizmatni ma'lum bo'lsang yaxshi bo'ldi deydi o'sha menga. Shu oliy maktabni bitirib uyga qaytgandim. Mening dadam ma'rifat ishlaydi, opam ma'lim, hamda uydagilar shu sen bir ma'lum bo'lsang hanzoch til o'rgansan deydi. Hamda men o'ylab bu yon o'ylab, Dilsha, sen shu ma'lum bo'lib qolamsan. O'ylab to'xtab tursa, kichigingdan rasm chizishni yoqtiratding. Kichigingdan loyilashni yoqtiratding. Nima deb mush ishni qilmaysan deb dadam deb baqdim. Dadam desam, dadam faqat qo'shilmagandi. Shu pul yo'qninkin sababidan men bilmadim qanday yo'l berishimni. Ammo bilma qumulda cho'qim o'zimning kasbini qila olmayman. Men bo'lsam shu bir basmaxonlar berib, oddiy bir narsani qo'yib o'tirman. Shu vaqtda chiqib qandayki dadamning yanchig'ida bir 1000 ko'y pulni ko'ra qoldim. Menamsa deb men qo'shilmasam deb shu 1000 ko'y pulni kelgan. Ash kunni bilet ab, hamda Urumchi kelgan. Shu kep Urumchiga bir 2 kun bo'ldi, yana bir 700 ko'yli qopdi. Qanday qilaman? Vanbali turib baqdim, iya turib baqdim, bo'lmadi. Cho'qim bir xizmat izlashim kerak avvalda dedim. Shu vaqtda azroq maktabda ishlagan narsarim bordi. Undan keyin shu Xinjiang bo'yicha eng chong bir e'lon shirkati bordi, Xanzloniki, Plana deb. Asha bavandim. Nasrin ko'rib bo'ldi, sen ishlasang bo'ldi deganda, ammo shu vaqtda maoshni hamda iyabak tuvan birdi-chu, bir 800 ko'y bergandi. 2011 yili, 11-yili. Ammo shu vaqtlarda masalan bu kasbni o'qib bir yerda qalayman bir yerda ishlasangiz 1500 ko'y beradi. Ammo shu 800 ko'y qarab, bo'pti ishlaydi dedim. Nima deb desanglar, o shirkatda masalan shu Xinjiang bo'yicha eng chong markalarninki ishlari bor. Kasbim uchun bo'pti ishildim dedim. Ammo shu turish masalasi kelib qoldi. Qanday qilaman deb og'inamning uyida 2 kun turib baqdim, bu yer turib baqdim bo'lmadi. Hamda haqqa ana yalvurib, men turaychi hamda tuqqanlarim bor bu yerda azroq. Ammo ularning uyida birib ana turg'im kamidi. U vaqt bizlar o'zingiz bo'lsanglar hamda az degan 3 oylik yo yarim yillik topshirsizlar. Yalvurib tasqaldim ashada haqqa yig'lab bergili. 500 ko'y bir oy turib turaman. Kerak cho'qim 3 oynikini berib o'taman deb. Shu vaqtda yinimda 200 ko'y qapti. Ishildim, xizmatimniki u maoshi bir oydan keldi. Hamda qanday pul topaman bir oydan keyin bu 800 ko'yni 300 ko'y qanday tamoq qilaman debdiman. Shundan keyin shu vaqtda shu Tavba to'riniki qiziq vaqt edi. Men bir balqa jenji qilib shu torda torbat bizashniki shu jenjisini olgan o'zim. Hamda bir oddiy bir loyilashni qilsangiz bir 50 ko'ymi, shuna bir 200 ko'y berib qo'ydim. U bir yaxshi pul hamda nisbatan. Hamda bu pulmi yetmaydi. Undan keyin shu davani berib bir ishni oldi turadigan bir buvashlan deyishib, bir kun atlab bir kun kechlik dijorni sig'it 60 birdan bo'lgan, shu bir qatam 60 bersam, men bir 50 ko'y beradi. Ashuna qilib ishlab 11-oy keldi. Shu vaqtda bir ko'yni tijayman deb xeyl amallar qilib qatdim. Burun baxashlik qiladim men. Pul bo'z xashlab o'ynab degandek. Shunga uyga, zulg'an uyimga minib boratdim. Qish keldi, undan keyin u vaqtda uydan aldirashib, uydagilar tutib olmasin deb aldirash chiqibdi-mi, hamda kiyimimni olibdimi, oyoqni olibdimi, bir fan bo'shatdi. Uning tigi tushib qolgan gap. G'issoqdan. Qarab, opam shunda telefon qilib keldi. Men bir pul bergan bo'lsam, oyog'im tushib qoldi dedi. Asti. Undan keyin bo'ldilar Dilshad, bir chidivat, uydagilar bilmasin bu ishlarni degandim. Oxirida o'ylabim shu kanjodalan topdim-chu oyog'imni miyasini. Menga bergandim. Undan keyin shu
Yani ishlayaptimi, bir oy o'tdi, topinimda ozroq ushuk paydo bo'libdi. Ammo shunda qitishidi ekan bu. Bir barmoqchilik ya jirangdabdi topanninki. Qarni ichida qizil bor, qizilning ichida jiring bor shunaqa bo'libdi. O'zim bek go'dakkanman o'sha vaqtda. Bildimda u narsani avatmisi bo'lmaydi, ammo yenimda shu 26 qo'yilib qolibdi. Qanday qilaman deb ko'zimga soqol oldigan to'ri topiyan ko'randi. O yana o'ylab, bu yana o'ylab, buni kesbatmisam bo'lmadi. Bu jiring cho'qim taqaydi. Qo'rqdimchi o'zim. Qanday bo'ldig'ini. Doktorga boray degandim, ammo yanchiqdi pul yo'q. Haqdan so'ray desam, yuzim bormidi. Mushtali topiyani olib go'shtni o'yatdim. Ondan keyin kinoni jiq ko'rib o'tibman, Ramboni. Ondan keyin qon degan iqib qo'ydi ish qilib. O'zim qo'rqib qoldim. Qanday to'xtama deb o'ylab, daki yo'q. O'zimniki linglarni ishlab baxtim to'xtamadi, oxir bo'ldi. Bag'an sir iqvatida bu aqsi bo'lmaydi deb kichik pichoq bor qo'yilgan, ondan aqlaydigan. Ashuna mechida qizitib, yara qizlar yaqqan temish og'ir qo'ydi. Dilshod mush azob qilsa chidadim, cho'qim dunyo bo'yicha millatga vakillik bo'lgudek bir loyihachi bo'l deb o'yladim. Bo'lmasa bu qilganlaring bekor ketadi. Аңдасапты менің бір Бейжіңдегі бір лайлаш сұңжан маңға малым болады. Меніңкі нәрсірім бәк яқшы емес о вақтыда. Мен дайын тillайды. Бәк адамға yüz абыройын қоймайды. Yüzімге сызған нәрсені ташлайды. Мен tillайды, әптәки ата-анамны таң ашқып ақаратлайды. Сәнкі бұл сәвиярың қандақ я басам о алмайды деп мұштан бені дәк gaqlardi. Ammo o'sha vaqtda endi rost gap desam, kunni buni urg'un bor. To'xtab turib buni og'zini mangulik yumadigan bir amalni qilay dedim. Shirkatda barcha kitoblar bor. Har bir ishlasam, chiqib kitoblarni hammasini bir ko'rib kelman. Kunda shu Beijing soat 4gacha shirkatda jabar qilib o'tirman. Meniki o'zimning shaxsiy turmushi yo'q. Do'stlarim yo'q u vaqtda. Bir ikkisi borda, ammo tuzuk aralashmaymiz. U vaqtda hammamizniki bir ideyasi bor, qattiq ishlab pul tepish. Ondan keyin shu 1 yil o'tib, shu shirkatga vakil bo'lib, shu Xinjiang bo'yicha kumush medal olgan, borgan sari o'zimniki yurigi bir xil hech narsa ishdan qo'rqmaydigan bo'lib qoldi. Japodan qo'rqmaydigan. Deb desanglar, men bunda o'ylayman, masalan, azob ichida yashagan u bir baxtlik. Kichik vaqtimizda uyimiz bek namrat edi. Baxtlik deb o'ylayman. Nima deb desanglar, agarchanda bizning o'y bir 5 million pul olsa, bir oshxona ochaman, pul topman, o'tib ketadi bu hayotim. Onalqi jamiyatga mana bir to'kib yoritish, u narsalar kallamda yo'q bo'ldi. Menimki butun ideyalarimda o'zimli bo'ldi. O'zim qanday pul topsam, qanday cho'ng mashina olsam, qanday cho'ng dacha olsam, o'shunday qilib qoldi. Shunga mencha bir odam cho'qim azob ichida yashash kerak. Bo'libmi yoshlar? Azobdan qo'rqmanglar, jafodan qo'rqmanglar. U bir yer kelganda bir guhar bo'ldi ekan. Masalan, burun men shirkat ishlaydim 4 yil. Kunda shu haqdan tillanglab ishlaydim, ammo o'zim hozir shirkat ochdim. Bir yilmi xeyli jafoliq o'tdi, ammo Alloh o'tini ko'ryapman. Jiqadamlar turmushning jafosini ko'rdi. U tanlovsiz jafo, ammo kasbdagi jafo, u tanlaydigan jafo. Shunga tanlaydigan jafoni tanlanglar. Bu ham bek kitob o'qiydigan odam savol so'raganda menga hozir qadar ta'sir qilyapti. Balam qandoq shamshar bo'ldi deydi. Bu birinchi savol. Ikkinchi savol qandoq yog'ochchi, talantli yog'ochchi bo'ldi debdi. Uchinchi savol qandoq odam eng aqlli odam deb so'ragandi. O vaqtda yoshim kichikda 6 yosh chambarchilik kinosini bek ko'ratdim. Buvam debdi meni osmon ucha oladigan shamshar eng yomon, eng no'sh shamshar debdi. Buvam xato dedi. Ikkinchi savolga javob berdim. Qandoq yog'ochchi, eng talantli yog'ochchi deb. O vaqtda Sango Yengi, Chugalyanglarni bilmayman. Shu ma'alaydigan kallarni mo'jan yasalsa, shu eng talantli bo'ldi debdi. Bu xato dedi. Hamda eng aqlli odam qanday odam bo'ldi? Uni men javob berardim. Bu amman dedi. Hamda qandoq shamshar bo'ldi degan chaqda uning ortiqiyasini yo'qitib atgan, ortiqiyasi bo'lmagan. Shu bir cheket, ikki siziq. Shamsharniki jon oldigan ashyo shu. Qolgan yer emas.
Shu bir uning uchi ikki tarafi. Qanchalik ilqi ortiq yana avatgan chaqda shu qanchalik yomon shamshar bo'ldi deb man degan. İkinci sualdan qandaq yağaşçı bir talant yağaşçı deydi. Desanglar savzini mush daraxtga mixlab kigiza oladigan yağaşçı. Eng talantli yağaşçı deydi. Nimda deganda mush mixni yağaşga kigiza oladigan adam bekchiq. Ammo bir ilqi savzni bir daraxtga kigish u bir ta'sis, u bir ijod qilish demakchi bu hamchu. Ijod qilish shunga yangi narsalar ijod qilish, masalan, qaqtin doğramaslik bir yangi narsani ijod qilish demakchi. Endi qandaq adam eng aqlli odam bo'ldi degan chog'da kim shu aqlli odamlarni bir yerga keltirib ittifoqlik bilan bir ishni qildira olsa, shu eng aqlli odam degan chog'da. Endi hamma ishni biz yosh bolalar qila olamiz. Bir o'rgansaklam, tirishsaklam, bundan voz kechmay bir yo'lni minpasaklam bu ish aman bir kuni bo'ldi. Agarcha bir binoni salmoqchi bo'lsangiz, shu bino çülük Japanı görürsüz şu. Şundan gel. Mesela qanday o'rinda bormadısın adam ham bizde yoshlar hammamiz bora olamiz. Şu Japan chidaymiz mı? Şu maaşım 1800 koyga yetgan chaqda şu bir şirket meni qo'lg'anti 9000 koyga. Shu vaqtlarda şu 9000 koylik maaş meni pek jalb qilganti. Bir yarim yil şu tijisam o'yiniki shu bosh haqqini topshira oladigan deb o'yladim. Oxirida ishkinlib dadamga telefon urdim, "Basang bo'lmamdi" deydi dadam. O qandaq şirket desangiz bir basma şirket, shu holingdiki. Endi shunda oddiy ishlar. O'ylab agarcha men iyaga borsam shu vash qilib 50 koyda basada deb bas superdan bir iyaga ishlayman 9000 koy. Dukunni boshqurdi ekanman. O'ylab esa Dilshod sen nimishga Urumchiga kelding? O'ylab vaqtimda o'zimdan so'radim. O'ylab, men bir yaxshi bir loyihachi bo'lish uchun keldim deb to'xtab tur. Bo'ldi bu pulni olmadim. Deb yana burunqi o'rnim ketdim. Dadamdan kallasini yana o'tmay qoldi bu. Vaqtida Navrukamniki maoshim mening 2 chiqdi. Men deydi, "Aka, jonni pul ishlasang, shu jonni upuratqadagi yaraydigan pulni ishlasang bo'ldi. Bo'lmasa ishlamaysa" deb men tarbiya qiladi mening Navrukalarim. Endi bizningki hozirgi yoshlar nimishqa tas desanglar, osonli bir yerga ketimiz. Men mani qilib baqsam bo'lamdi, oning puli jiqga, men ashaga boraychi, pul uchun ba'zanlar meniki do'stlarim to'y qildi, ammo qizlarning uyida pul bor ekan, olsam menga bir mashina apramiki, men o'g'il bolaning uyida malguli jiqga, men uninglar to'y qilsam, baxtli bo'lamanmi-ki? Men xizmat ishlasam pul topadi ekanman, ammo men yoqtirmayman çok, ammo pul uchun men ishlayman deb o'zini yoqtirmasam ishlayman. Hozir qadar mening do'stlarim mendan bir xil havas qildi, nim deb men o'zimniki shu kasbda ching turdim. Dashoni hisoblagan chog'da shu 12 yil bo'libdi. Shu ko'salarni chetib baqqanda turmush uchun. Nimda bizlar vaqtida o'yiklarni aldab, mening maoshim 2600 koy deb oldigan. Ondan keyin o'yiklar shu ozroq pulni chiqarib uyning bosh haqqini topshirayotgan, ammo madakon ish qiynab qo'ydi. Dakon 2000 koy. Mening maoshim 1800 koy. Qanday qilaman deb bir vaqtlar tijoratni qilib baqqan. Aşna qilib o'zimniki shu kasbda cho'qim chekinmaydigan bir iroda kelgandim. Cho'qim chekinmadilsha. Men shu shirkatni ochib bir yildan doim igilik tiklayotgan shu yoshlarni doim ko'rishmay. Ham jiqlar menga paranglashgan chog'da bir oldingi yil bir shirkat ochgandim. Bir yil savdo qilib pul topmagandim. Shunga aytib deydi. Hamda bu bir tanlashda biz shu hayotga kelgan chog'da bir xil tanlash paydo bo'ldi. Bu pulmi yo shu orzumi? Mesela bizdeki arzularımız nima? Bizdeki yaş balla 80 yıldan keyin, hem 90 yıldan keyin mush balla bizdeki atalarımız düşenmeydi bizni. Biz atanımız oylaydı, balam bir japa çekmey pul tapgan bolsa, bir hökumat organında ishlagan bolsa deb oylaydı. Ama bu narsani biz yoqtirmizmi? Bu bir mesele. Belki ba'zanlar shu yoqtirdi, ammo men yoqtirmayman. Ama bir kun o'ylab qoldim, biz cho'qim bu bir davrni o'zgartirish kerak. Bizniki biz bunda xalqqa ideyada ishlamasak, bizning ömrümüz qanday o'tadi desanglar, bir pul topadigan mashinadan bo'lib qolamiz shu. Masalan, shu jamiyatga qanday to'p qila olamiz, ularni biz hozircha o'ylasak azroq boldir his qilamiz, ammo o'ylashmasak bo'lmaydi. Har qanday ishni qilsak, o'zimizniki sohasida shu mas'uliyatchanlikni
yaxshi ijro qilsakmi, hozirgi vaqtimizdagi shu jamiyatga bo'lgan bir ta'sir bo'lib qoldi. O'zimni shuna o'ylayman deb. Kuchimiz kichik bo'lsin. Arzuyimiz ve en ahırkı nişanımız. Ben Dilşat'niki bayanlardan bir nesne his kıldım. Bayıqı geplenişte bir gep var. Bizden atalarımız bizni düşenmeydi o deydi ona. Barlık atalar bunda mandak bir arzunu kıldı. O bozma benim balam capa atmayı pul tapsa deydi. Doğru. Lekin Dilşat şunda dedi, biz capa atasak mı çokum arzuyumuzu turmayız dedi. Ne? Şuna deydin mi? Doğru. Demek bu ideya bir şey otağa nurgu yaşladı bağı deyim ha? Var mı yok mu? O şu ideyanlar için bir çavak çiviteyli. Devir almış vardı da ha. Meyli bizdeki kıvatkan işimizdeki akıbet kandak bolsun. Şaraitimiz kandak bolsun. Fakat biz arzuyumuzu çın turuş. Bugünkü yaşlandık alayligi. Muşu arzusu çın turuş bedeliga Dilşat nurgun eserlerini layıhlepti. Da. Yani 9 ming koyluq maaşını almay 1800 koyluq nurgun eserlerini layıhlepti. Aşı eserlerini körüp bakandık. Bu biz şu Aksu'daki bir Pervaz degan bir şirketga layıhlab bergan marka. Bu bir 2 oyda endi bir qeri buvay şu yerdan bir kaptaning tuxumni tepib oldi-da. Ammo bu adam şu bunun bir xil ko'ngil bo'lmoqchi bo'lib, bu tuxumni bir ekib uyga navralarga ko'stib, balalarga ko'stib buni tam boqayli deb o'ylaydi. Oxirida bu kaptaning tuxumni o'zining do'ppisini tushirib boqadi. Endi o'sha ammanglar bizlar bu do'ppi biz Uyg'urlarning uyi. Ham buni cho'ng ko'rganlikchi. Oxirida bu kaptar cho'nglaydi, yig'inaydi, uchidi, yeb xeyli jiroq yalay uchib, oxiri yana bir do'ppi qaytib keldi. Mening demoqchi o'g'lim qanday jiroq yerga borsakmi, ya bizning beshimizda bir yoshirin bir do'ppi bor biz Uyg'urlar. Shuni demoqchi. Biz bir narsa laylasak, mesela aldığı azra hikayeni koşup, marketingi azra xamiyalarını koşup bir hikaye kılımız. Hem de biz mu aslında bir shipping işleydiği şirket emasdi. Şunu şu belki onun da mıcık adamlar laylaşını düşen son da oylapmışlar kıvattınız. Bayıqı bayanlarının içindeki bazı ideallerini belki emde his qilgan bo'lsangiz mümkün. Reallikni ve turmushni rad qilib, arzuyimiz, g'oyamiz uchun tirishish degan narsa. Gerçi bu bir oddiy savdo markasi bo'lgan bo'lsa-mu, lekin buning ichida nihoyat cho'nqur falsafa bor ekan. Mayli siz qanchalik egiz uchun aman sizning atrofingizda bir do'ppi bor, shundaymi? To'g'ri. Buningda nihoyat cho'nqur falsafa bor ekan. Demek bizning yoshlarimizniki bu xil falsafaviy tafakkurning cho'nqurilishi bizning jamiyat taraqqiyotimizning bir ifodasi. Xo'sh, endi navbatdagi bosqichda Dilshatdan yoshlar vakillari bir savol so'rsa, Assalomu alaykum, Dilshat muallim. Bugünkidek bir yaxshi bir fursatda o'zim bilan yosh farqimiz bek cho'ng bo'lmagan bir davrdosh yosh muallimning darsidan o'zimga mo'l
bir bilimlarni qabul qilganligimdan to'liq xushalman. Men 2012 yili to'liq o'rta maktabni bitaganda Xinjiang Yeziglik universitetining Bag'urman boshqarish kasbi qabul qilingan. Lekin o'zimning orzusimi sizga o'xshash kuchli bo'lganligi uchun 2013 yili uydagilarning endi qarshi turmaydi, hozirgacha uydagilar meni qarshimga tubdan qo'shildi. Mayli sening mangan yo'ling to'g'ri bo'lsa, tutgan yo'ling to'g'ri bo'lsa, ideyang to'g'ri bo'lsa, sen shuningga qanchalik badal to'lashga xohlasang, mayli sening mangan yo'ling to'g'ri bo'lsa, biz qo'llaymiz deganlik uchun 2013-yili men shu o'tgan oliy maktabdan voz kechib, yana qayta bir yil imtihon berib, Xinjiang san'at institutining doktoriyasichilik kasbi qabul qilindim. Hozir mana 3-yillikda o'qiyapman. Har holda mana oldinglar turib, mushinchilik ko'diqmay bir so'zlay oladigan shu bosqichga keldim. Nim demoqchi deganda, rahmat. Nim demoqchi deganda, bugun shu darsxonaga kelib, men bilan fikr qarash o'rtoqligi bor bir muallimdan dars anglaganligimdan xush bo'ldim, chunki mening qarashim sizga o'xshash. Bayam dars so'zlash jarayonida shu bir nuqtani dedingiz, tanlash kerak, tanlagandimi, tanlashga tatgan japoyimizga loyiq tanlashimiz kerak. Demak, siz va bizning shu tatgan japolarimiz bizning shu tanlashimiz uchun arziydigan bir japo mushaqqatlar. Nim demoqchi deganda, hammamizning ishlarga bundan keyin texnik yaxshi zo'r utuqlarni tilayman. Rahmat. Rahmat. Nurshadniki sizin so'raydigan savol yo'q ekan, Ha. Ben bayağı bir gapni qilgan. Yani yoshlar o'zlarining his tuyg'ularini o'rtoqlashish navbatdagi bizniki bu ham programmamizniki alohidaligi degandim. Navbatda xuddi Dilshodga o'xshash nurg'unlagan yoshlarimiz nurg'un qiyinchiliklarga uchrayapti. Nurg'un o'tganlarni besib o'tyapti. Shunga bu xil fikrda o'rtoqlashish intayin muhim. Qanday rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mening ismim Nijat. Bayam deyaqi nutquğunuzu anlab şundan xursand bo'ldim. Chunki har qanday qadam duch keladigan qiyinchiliklar bir-biriga o'xshamaydi bo'libmi? Siz bilan bizga o'xshash oliy maktab turib igilik tikligan o'quvchilarga nisbatan qiyinchilik bir qadar og'ir deb o'ylayman. Hamda o'zim misol qilib aytsam, qiyinchilikni yengish uchun men hozir qadar uchirgan qiyinchiliklarim orasida sarf qilishga tegishli vaqt, zehn, iqtisod, mush cho'ng 3 omilga hozirgacha duch keldim. Mush 3 cho'ng omilni sarf qilish orqali men qiyinchilikimni yengib kelyapman. Hamda bugun leksiyaringizni anglab, bizmi mundaq chiqib aytgan bir davrdoshkamiz, ham taqdirdoshkamiz. Sizga qiyinchilik yengish oldingizga kelsa, mush cho'ng 3 omilning qaysini muhim deb qaraysiz, qaysini chiqaraysiz, mush to'g'risida bir so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Hamma odamningki shu ko'z bilan shu barmoq izi o'xshamaydi da, shu odamni farq etadigan narsa. Bu demak, biz avval bir narsani ko'rib tushunishimiz kerak, undan keyin og'izni yumib ishlashimiz kerak. Shunga iqtisodni bir yoqqa qo'yib, aman biz teshga chiqib divan bo'lib ketmaymiz-da. Biz hozir o'qigan bolalar. Uydagilar qo'llab turdi, hamda men bizni qo'llamasmichu, ichida qo'llaydi, iqtisod qo'llaydi. Shunga iqtisodni qo'yib turib, benim arzu va armonlar eng muhim. Yoshlar bu nayt yaxshi fikrlarni o'tirg'yapti-da. İnsanın hayat uchun aytgan chaqda eng yaxshi yashash usuli nima degan chaqda o'zi yaxshi ko'rgan kasbni qilib pul tepish degan ideya. Shunga mushu yakunning ichida o'zi yaxshi ko'rgan kasbni qilish oldin o'rin turdi. Pul tepish keyinda turdi. Başka menimce bu en ko'ngilga yashash bo'lishi mumkin. İsmim Roşengül, özüm o'qituvchi. 2014-yili Beijing Pedagogik universitetini bitirib, hozir Urumchida Tuluq Sotur maktabida o'qituvchi bo'lib ishlayapman. Endi bayandingiz bek yaxshi so'zladingiz. Asosligi o'zining yashashda, o'zining qiziqish bo'yicha izchillik ro'yi bo'yicha yashashda buni ikki bizning bek o'xshashlik bor deb his qildim bu tarafda. Biz allat o'zaro topshiriqni burun bek jihbiriyatda hozir to'l ta'kidlash bilan topshiriqni bek ozaytyapmiz. Ko'pincha darsxona ishlatamiz. Yenilam bolalar deydi topshiriq ko'p, bek jiq, yudisdan chiqib olmaymiz deb atalam shu. Endi men so'raydiganim bolalarda mayli hozir kichik o'quvchilar bo'lsa, yoki jamiyatimizga yoshlar bo'lsin, moddiyatni haddan ziyod qo'g'ilishib, endi cho'nglarga bek yelinib oldigan, japodan qo'rqadigan ishlar bek og'ir. Siz buni nisbatan qanday qaraysiz? Buna ahvola haqiqatan bor. Biz shu davrdagi bolalarda burun mendan batdi o'tir maktab o'qigan chog'da chiqib
dadam bağı deb. Endi amını bir kuni biz hammamiz hayotimiz bir kun tugaydi ekan, ammo o'sha vaqtda biz o'sha o'tmishlarimizni o'ylar ekanmiz. Biror narsa qildimmi? Ya biror narsa yaratdimmi deb o'ylar ekanmiz. Shu moddiyatni eng yaxshisi bir yoq qo'yib turib, avval nima narsani yaxshi ko'rmaymiz, nima narsaga o'zimiz qilg'imiz bor, shuni bir o'ylab, masalan, hamda bu yo'llarni kezgan chog'da cho'qim jafosi bor. Masalan, oqingizni ko'rsatib turib, o'zingizning soyasi chiqadi. O'zingizning soyasi o'zingiz shu. Shu o'zingizdan shu otlayman deb, shu yugurib tursangiz bir kuni yashar jumbuloqqa. Bir kuni shu kunlar bir qatim ko'rishsiz, ammo qo'g'lishma deb qo'g'lish bo'la olmaysiz bu narsani. Bunda qarayman. Assalamu alaykum. İsmim Şəmiş Qımal. Mən Mərkəzi Universitet Universitetinin Uyğurlar bətini bitirib Ürümçiyə öykülərin tələb boyunca Ürümçi qayıtqan xizmət qılıb 1 il oldu. Bu həyatın sınavı deyildirilən oluşuna təsirləndim. Çünki siz hazır müştərilərin nurgun japan çəkib, hazır xidmətiniz aşdı yetibsiz. Mən əndə oxşatır kəkliklə 1 il oldu. Aş japanlar məndə çikyaptı. Məsələn, aş nim qılmay his qıla alayman hazırca çünki. Çıdan ana. Rəhmət. Ən axırı qağalar yama. Hazır etrafımda bazı dostlarım beni kollaydı, babdı gayret kıl, ahır gayancığım yetişse deydi. Yani bazı kop, sen bir kız oturup bu şeyde önce capat atıp, öz icarıp oturup nimaçalık kılsa, yurtun kayıt kesse ağamam deyip soğuk soğuk gelen oldu. Lakin minanca küçük bir şehirde durup, minanca aslında rahat durmuş salgın olunca, minan öz gayamca tiriştim. Mesela Beycan 6 yıl capat okup geldim, mişak yani 1 yıl yani capan tadatma. Minanca üzemgen 3 yıllık küçük bir plan tüzüp, çünkü mesela gayam yetimene tirişatma. Şu an minanca mesela alim mektepte pütür aldı soğanyak, yanında püttegen okusulağa bir sualım var. O zaman bir dansap bekip, öykülen yaxşı gipini anlap, yurtunlar qaytıqda küçük şehirlerdeki rahat durmuşa xalamsızlar yoki öz gayanlar için boptu mən jabat etsem meyli dep turmuş dilsatkamdek yoki boz başqa ətrafın yaşlar ülgep turup asaq tirishni xalamsızlar. Aş gay üçün jabatça tirishni xalamsızlar, aş jabatda huzur ala alamsızlar. O zaman bir dansap anki yaxşı qaran çıxasanlar, bolsa ətrafdakilarniki sizler beğen fikrini fakat mı tenqid dərəcə qəbul qılsanlar bunu çoxum və əmin anlap qəbul qilish kerak. Şu özünlərdən qayıs bu tırışsanlar deməkdir. Menimce yaşlar özününki fikir göz qarashlarını davadı da. Bu göz qarashlarını ortaq qilish intayın mühim. Qanday mərhəmət. Assalamu alaykum Dilshod Ma'lim. Men ismim Erkiyar. Ürümçi Ma'rif institutida o'qiyman. Naq sizniki loyihalash kasbingizda. Ha. Ikkalanning kasb jihati o'rtoqligimiz bor ekan. Ondan mening so'raydiganim sizdan sizniki shu loyihalash kasbiga bo'lgan ishtiyoqingiz shunday bir yaxshi ekan bayonni yoqqa sizniki kechirmishlaringizni anglab, tatgan jafolaringizni anglab, haqiqatan sizga qo'l qo'ydim. Men sizga o'xshash mush kasbni izchil davomlashtiraman degan niyatda. Sizniki mush kasbni tanlashingizdagi eng cho'ng sabab qaysi? Ondan sizga eng ta'sir qilgan odam qaysi? Bizniki o'ylik cho'nglarimiz butun rasmsizdir. Kiyimlar ilgichilar bor. Bular menga ta'sir qilib turdi kichigimdan tortib hozirgacha. Ammo dashiga shu sana shu o'tgan chig'imda men o'zim loyihalash fakultetida, ammo doim shu yo'qoshishga borib taslanmayman. Ashundan biroq loyihalash qat'iy yoqtirmagan. Anniki bir kuni bizningki ma'lum cho'qim topshiriqni vaqtida topshirmasangiz sizlarni guvohga qo'yma deb ashuna deganda qo'rqib va topshirgandim jiddiydilar. Aldirashchilikda bir narsa ishlab bergandim, undan keyin shu ma'lum hanzochi sen ishlagan narsa bir narsa bir qadar po'qga deganda butun sinfdagi bolalar kulib ketdi. Undan keyin o'yladimda sen nada yuzini tushagan bo'lsa ashyadan tepib olma deb. Shundan keyin shu jiq bolalar bilmaydi, mana shu kasbda o'qigan bolalar maxsus bizniki kasbimizdagi kitobni sotadigan bir joy bor, bilamsiz? Zo'bian, yo'bian, shu deganda. Ammo bizniki kasbdagi kitoblar maktab taqib turdi. O taqib belgilari bak azon kitoblar. Uningdan qimmat kitoblar bor. Mo'l loyihalashniki bir narsalarni so'zlaydigan
xeyli jiq kitoblar bor. Uni bizniki jiq yoshlarimiz jiqlar shu ahvollarni bilmagandan keyin bilmaydi, ammo biz shu vaqtida dar vaqtimdan tortib shu har oyda oz degan bir 3000 qo'y o'zim ashadib kitob olatdim. O'zim teshida ishlab bir narsalar qilib, dekon qilib olatdim o'sha kitoblarimni. Hozir endi siz bizniki kasbidagi bor ekansiz, shirkatga borib kitoblarni ko'rsangiz bo'ldi. Xeyli jiq kitoblarim bor meniki. Bu şu Dilşatniki bayağı gepi nurg'un odamlarning tarixida bo'lgan ishlar. Ya'ni ba'zi chaqda bizga kishilar hujum qilish orqali bizdagi energiyani qo'zg'atadi. Ya'ni Dilşatniki yuzini to'kib tikashadi, ha. To'kilgan yuzimni qaytib ko'tarib chiqaman deb tirishib tikan. Shunga bu xil zarbalarni biz kishilarning bu xil qattiq tanqidlarini menimcha biz qattiq o'ylashimiz kerak, ha. Balkim bu bizdagi masalaning negizi bo'lishi mumkin. Xo'sh. Assalamu alaykum, Dilshod Malim, yaxshimisiz? Men bugungi mau yoshlar vakili Marbiya bo'laman. Men maktab bitagandan keyin hamda bishnoq so'zlar bilan qilyapman, kirim buyum sotaman. Bundan keyin hamda meniki tirishib kirim buyumni o'zimning markasi chiqarg'im bor. Bugungi savolim hamda sizdan shu xaridorlar o'z markasini gap, sizdan bishnoq markalarning kurubkalarini, anikin boshqa narsalarni loyilashdan mandaq etib kelgan vaqtida siz ularning akaga mahsulotlarining adresi ham shu ishlatgan materialdan bakchiq kusurlarni chiqarib anladim, shundaqmi? Biz ashunda astadiyal bir narsa ishlab bo'lib bu bozorga chiqib cho'qim endi yaxshi sotildi deb o'ylayman. Ammo shu ba'zan korxonchilar bu talqon masalan bir narsani jiq narsani qo'shib uni issak butun qon tomirlarni inchik qon tomirlarni to'saydi. Balalarniki bulmoqlarning ichida qarsam naxan chendoja u börak ta'sir qildi. Shunga cho'qim shuning qarashimiz kerak. Bunday desak bu ishlab chiqargan narsalarimizni, loyilab chiqargan narsalarimizni hamon bir kuni bizning tuqqanlarimiz, do'stlarimizniki bolalari, ya'nisi bizniki otalarimiz o'zimiz yap qilishimiz mumkin. Agarchi bu tarafda biz chalolmasak, menchi bo'lmaydi. Endi jiqlar bu kelgan korxonchilar azroq xapalaydi mendan. Men bilaman buni, naq maydonga xapalaydi. Ammo menchi arziydi. Assalomu alaykum, Dilshod Malim, yaxshimisiz? Mening ismim Adiljon, Shinjong Ma'rifat institutining usul kasbida o'qiyapman. Bu kasb bilan shug'ullanishga 3 yil neshib qoldi. Bu kasb mishadki hammalar biladi, menimcha qiyinlik darajasida yuqori. O'rganmak tez bo'lgan bir xil kasbda. Hamda men shu jafo mushaqqatdan qutlay desang, to'xtamay jafo chek degan. Men mushu so'zni o'zim nizom qilib, hozirgacha mushu san'at hayotim o'tgan necha yil vaqtlarimga o'kinib baxmadim. Hamda mushu jihatdan sizdan bir so'raydigan savolim, siz bu chidamchanlik ro'yini qanday yetildirgan? Endi bakmu ondan siz degandek ondan bak yomon emas bu. Shu qaram sizlarga nishon oyada qanday yetildirgan desangiz, uni ma'nosizlar. Ma'nib turib yetildirsiz. Menimcha nihoyatda obrazli oddiy javob bo'ldi. Demak, bolalarniki fikrlashgani nihoyatda yaxshi ish. Biz balalarga mushundaq bir fikrlashadigan sahnani yaratib berish bizniki orzuyimiz, ha. Balalar cho'qim yoshlarimiz o'zining kelgusi haqida, ideyasi haqida, o'zining ideyaviy holat haqida cho'qim tafakkur qilish kerak. Bizning ideyamizda nurg'unlagan masalalar mavjud. Bu masalalarni navbatda bizning taraqqiyotimizda dunyoning taraqqiyoti bizni silkish xarakterlik uyg'otadi, ha. Shunga biz silkinishlarni to'g'ri tushunishimiz kerak. Meningcha boya Dilshodga bir ma'lumning degan gapi intayin qimmatli. Sening yozgan nimang bir parcha po'xga degani nihoyat qimmatli gap, ha. Balkim bizning nurg'unlagan asarlarimiz ana shunday bo'lishi mumkin. Chunki bizning nurg'unlagan ideyalarimizda masala bo'lishi mumkin. Shunga biz cho'qim o'zimiz mutlaq to'g'ri deb qaragan ideyalarimizning tegida masala bormi yo'qmi deganni qattiq o'ylashimiz kerak. Dilshod inimizniki nurg'un bayonlarini angladik. Dilshod inimizniki bayonlari navbatdagi bizning jamiyatimizda o'rimcha sharoitda yashayotgan, o'z taqdirini izlayotgan yoshlarimizniki holati. Demak, bu holat bizni nurg'un izlanish va o'ylarga soladi.
Mayli qanday qilib bo'lmasin, Dilshod inimizniki ro'yidagi shu mayli qanchalik jafo tortishdan qat'iy nazar o'zimning orzuyimdan voz kechmayman degan ideyasi menimcha intayin qimmatli. Biz faqat o'zimizning to'g'ri bo'lgan orzuimizdan voz kechmagan chog'da, ondan biz o'zimizning taqdirini o'zgartira olamiz va atrofdagilarning taqdirini o'zgartira olamiz. Shu orqali jamiyatning taraqqiyotini ilgari sura olamiz. Dilshod inimizniki yuqorqi bayonlarininki va kashmishlarininki bizning yoshlarga yangicha ilhom va o'ylash nuqtasi bo'lishini umid qilaman. Ko'pchilik rahmat, kelarsangiz ko'rsaylik. O kim? Bugungi bu san programmamizga taklif qilingan bu aziz mehmonimiz bo'lsa, dal tez yetkazish kasbi bilan shug'ullanib kelayotgan, shundaqla o'z kasbidan nurg'unlagan yutuqlarni qo'lga keltirgan, elning yoqtirishiga erishgan emgak namunachilarining vakillarining biri. O nimalarni deydi? Nima ish qilamiz? Emgak qilamiz. Emgak qilish uchun nima ish qilasiz? Ajr qilasiz. Ajr qilish uchun nima ish qilamiz? Yoshlarda savol. Ajiba dunyoda jafoni oz chekibmi, rohat ko'ngili bo'lmasmi deydi. Jafo tatmay rohat ko'ngili bo'lmasmi? Bo'ladi. To'xtanglar. Bu savolni qaysilar so'radinglar? Buni endi jafo tatamsiz? Tatsız, to'g'ri. O rostli layoqatsiz onami. Hattoki ba'zi vaqtlarda xijil bo'ldim, balamning nechisini to'qug'ini unutib qopdim-a. Sen ayol kishidan sen xizmat deysan, ma ishlarni qanday qilamiz, xalqning xotinlari qanday, xalqning opasi qanday qildi degan savol menga tushdi. Nechisini to'qiydi desa, 4-sinfda adablar chiqibdi-ma, uyga choyni ko'tarib. Asli nechinchilik to'qiydi ekan? 6-sinfda qo'ydi.